Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun yurtimizda ulug' ayyom muborak Ramazon hayiti. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev an'anaga muvofiq O'zbekiston xalqiga o'zining samimiy bayram tabrigini yo'lladi. Qadrli vatandoshlar, siz azizlarni butun xalqimizni ezgulik, mehr-oqibat va saxovat ayyomi muqaddas Ramazon hayiti bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ushbu shukuhli onlarda barchamizni mana shunday fayzli va sadoqatli kunlarga yetkazgani uchun Yaratganga cheksiz shukronalar aytamiz. Keyingi yillarda shakllangan an'anamizga muvofiq mamlakatimizda Ramazon oyini munosib o'tkazish bo'yicha bu yil ham sizlar bilan xalqimiz bilan birgalikda ko'plab xayrli ishlarni amalga oshirdik. Qadrli va muhtaram yurtdoshlar, Alloh taoloning rahmati yig'ilib turgan ushbu qutlug' damlarda siz azizlarni Eid al-Fitr bayrami bilan yana bir bor muborakbod etib, barchangizga sihat, salomatlik, baxt, saodat, xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, fayzu baraka tilayman. Ramazon oyida tutgan ro'zalarimiz, qilgan ezgu amallarimiz qabul bo'lsin. Parvardigori olam el yurtimizni o'z panohida asrasin. Ramazon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.